Savol. Bir kishi xotiniga 3 marta SMS orqali taloq deb yozgan. SMSlar xotiniga yetib borgan. Buning hukmi nima? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bunda hukmi ixtilofli masala. Imom Shofiy mazhablarida ya'ni yozuvda kitobat demasda, mana Minhojda Shayx Navoiy aytadilar, yozuv bilan yozilgan narsalar kinoya bo'ladi degan. Ya'ni kinoya degan nima degani? Bu o'sha niyatiga qarab bo'ladi. Eri SMS yozgan paytda agar niyati taloq bo'lgan bo'lsa, taloq tushadi. Erdan so'rash kerak. Erdan so'rash kerak yozgan paytda niyating nima edi? U o'zi bilan Allohning o'rtasidagi narsa. Alloh biladi uni. Masalan, odamlarni aldash mumkin endi bu. Yo, niyatim unda ish oson ekan, niyatdami? Bo'ldi, niyatim taloq emas, qo'rqitishdi desa, bo'ldi, qo'rqitish uchun bo'lgan bo'lsa taloq tushmaydi deymiz. Taloq tushmaydi deymiz. Lekin u Alloh bilan o'zini o'rtasidagi narsa. Zino holatida yashab yurgan bo'lib qoladi xotini bilan. Shuning uchun er o'zi bilan Allohning o'rtasidagi diyonatiga tashlanadi bu narsa. Agar haqiqatdan niyati qo'rqitish bo'lgan bo'lsa, taloq bo'lmasa, taloq tushmaydi deyiladi. Agar niyati taloq bo'lgan bo'lsa, bu xat bilan taloq bo'lgan bo'ladi. Allohu a'lam.